çetin. Sensizlik çok çetin dünyada. Gəm yazılmış qismətim, qalmayıbdı taqətim. Sevməydi niyyətim, şahid olmaz qəlbimə. Вообще страшно меня qo'ydim lekin. Voy, men o'lib qo'ya qol. Ждут встречки, буду быстрее, чем на скорой. Умечтались окна, видно вот такие горы. Если непонятно, нам иди взгляд на мой город. Hurmatli haydovchi, yana qoida buzyapsiz. Men qoida buzmayman-ku. Yo'l harakat qoidasiga amal qilyapsiz, mototsiklni emas. Atilobdan qoida buzdingizmi yoki bilmadingizmi? Mana qarang, lokatsiya mana shu tomonni ko'rsatdi-da, men anaqa qilganim yo'q. Tushundim, hurmatli haydovchi. Mana stepleniyam buzilib Значит, qolgan. ataylab buzmadingiz. Yo'q, mana lokatsiya buni kiritib bo'lmaydi, u yo'ldan oldin kiritiladi. Men mehmonman, to'g'ri tushuning, bilmayman boshqa yo'l. Boshqa yurmayman, chunki ustiga olib ketyapman, shu bilan mashinaga ortib olib ketaman. Bu holat boshqa qaytarmang. Rahmat, Alloh rozi Ayol bo'lsin. kishilarni hurmatini cheki yo'q, lekin baribir ham yo'l qoidasi umr qoidasi. To'g'ri. O'zingiz uchun qoidaga rioya qilsangiz yaxshiroq. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Oq yo'l, ehtiyot bo'ling. Alaykum, mani yaxshilarim, qayerdaysizlar? Ming bor uzr, men primoy qila olmadim. Xudo xolisa men bugun qilib, podrobno primoyimda yana tushuntirib beraman, tushunmaganlarga. Va men hozir sizlarga $500 tarif bilan chiqyapman desam ham. Xabaringlar bor, birinchi o'rinni olgan g'olibimizga notariuslardan o'tkazib, mototsikllarni berib oldik. Mana endi biz $500 pul va qolgan sovrinlar haqida aniq qilamiz. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsa. Mana auditoriyamda oilasini, onasini, bolasini, ayolini yaxshi ko'radigan mujiklar ko'p, bilaman. Va men ular uchun bitta zo'r foydali ma'lumot aytib qo'ymoqchiman. Bu foydali ma'lumotlarga konkursimda qatnashmoqchi bo'lganlarga ham kerak bo'lgan ma'lumot bor. Hozir men bundan keyingi storiesimda e'lon beraman. Podrobno tushuntiraman. Agarda oranglarda onasi uchun yoki uylanmoqchi bo'lgan yoki shunchaki uylarini ta'mirlab o'zi uchun yaxshi xonadonlar xarid qilgan bo'lsa, remontlar qilayotgan bo'lsanglar, ayolligiga sharoitlar qilib berayotgan bo'lsanglar, o'zi aslida birinchi bo'lib oiladan boshlash kerak. Hamma yo'lni chotki zo'r qilib qo'yib, keyin ko'chada karillab yursa bo'laveradi. Endi bilmadim, bu shunaqa qonun qoida. Men uchun shunaqa masalan. Gapi qisqasi, men sizlarga hozir bitta akkaunt qoldiraman. Ularga 100% menga ishonganda ishonsanglar bo'ladi. Faqat Instagramni endi boshladilar. Vodiy bo'ylab dostavka xizmatlari bor. Qanaqa dizaynlar kerak bo'lsa, akkauntlarga kirsanglar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Yana bitta katta ma'lumot, podpisani bo'lishinglar shart va $500 pulni mana shu akkauntimizni boshlovchilari bilan birgalikda o'ynaymiz. Postlarida aktiv bo'lishinglar. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana bitta oldinda men postlaridan bitta nusxa olib qo'ydim. Loft dizaynda yoki bo'lmasam eng so'nggi uslubda qanaqa xohlasanglar, vannalar uchun, oshxonalar uchun, ayollar uchun, garderobniy zonalar qilib bermoqchi bo'lsanglar, ishxonalarga, fotozonalar uchun qanaqa holatda sizlarga eng so'nggi kачественный uslubda oynalar, dizaynlar bo'yicha yoki kafellar bo'yicha ham bemalol bularga murojaat qilsanglar bo'ladi. Eng glavnisi bular birinchi qo'llar ham arzon narxlari stoyt.
Dastavkalari ham bor. Masalan, borib o'lchash, sizlarga maslahatlar berish, hammasi ichida bo'ladi. Va bizani konkursimizga bog'liq insonlar. Bundan ikki xil mototsiklni nomlarini yozib qo'yganmiz. G'olibimiz qaysi birini tanlasalar, o'shani sizga shunday prosta berib boramiz. Andijonga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Yo'lda qiynalmadinglarmi? Yo'q, yaxshi, zo'r keldik. Men tabriklayman va sizga aytilgan va'da qilingan mototsiklingiz tayyor. Sizda hozir ikkita shans bor. Hop. Mani tanlaymisanmi? Qarang, mashdagi bayklardan qaysi biri sizniki deb o'ylaysiz? Sariq deb o'ylayapman. Bo'ldi, bo'ldi. Mana tanlab ko'ring. O'qing. Mana Bugatti Toureuse Red. Qaranglar, qog'ozda ikkita variantimiz bor edi. Self Moto original 250 litali va Bugatti Panigale 400 litali. O'zlari tanlagan mototsiklni endi o'zlariga notarius qilib beramiz. Sizga mani savolim bor. Hop. Siz ham mani savol berib qiynagandingiz. Mototsikl oldin uchganmisiz? Yo'q, o'tirib ham ko'rmaganman. Ha. Yutaman deb o'ylaganmisiz? Men shunchaki siz vaqtga kelganingizda siz bilan kontent olgan edik. Sizga nasib qilgan ekan, xudo xolasa, mana mototsiklingiz yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bitta sharti bor. Bayklarni baykerlardan tashqari odamlar tushunishi qiyin. Ya'ni ko'pchilik xavfli deb hisoblaydi. Bu bayk sizga faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Aytganingizdek, rostdan men Konkursimizda albatta sizga. Sizni bekorga chaqirmadik-ku. Konkursimiz davom etadi. Bizdan uzolashmanglar. Haqqoniy va halol bo'ldi. 100 mingta obuna bo'lishinglar shart emas homiylarga. Bizani kuzatib tursanglar, eng zo'rlari Motodagi qiz va Moto Andijonda bo'ladi. Şimdi mi şimdi. Kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa vodka belluka vodka belluka yarım değil hep tam tesisat iyi tam Ketdim? Olyaptim? Olmayapti. Boshqa ta'lim Pro Max telefonni Motomiz yangilaymiz. Hozir tezroq qilamiz. Ko'rdinglar, baykershalarning ichida konkursini qilib, даже prostaka birovlarga obuna qildirmasdan prosmotr uchun prostaka mototsiklni berib yuborgan mana birinchilardan bo'lib men bo'ldim. O'zimni maqtash emas, bu bor haqiqat. Bu konkursimda meni yaqinim ham qatnashdilar. Nima deb o'ylaysiz? Haqqoniy bo'ldimi? Albatta. 100%. Voy, bu nimalarni o'tkazmadik bu konkurs jarayonida. Xudo xolasa, meni kuzatib tursanglar, endi pullarni o'ynaymiz. Hech qanaqa shart yo'q. Oddiygina menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va men bilan, meni baykim bilan kreativniy edit tayyorlashingiz kerak. Endi qayerga boramiz? Bizning manzil qayerga? Qaysi modda oladigan bo'ldingiz? Kof 450. Oh. Birinchi manzilimiz Xorazmmi? Nasib inshaalloh. Kelishdik. Xo'p, mana manzilimizga o'zlari tanlagan modlarni topshirdik va ularga mod haydashni o'rgatib qo'yamiz. Nihoyat men kutgan kun keldi deganimda men g'olibga mototsiklini topshirishni nazarda tutgan edim. Kuzatib tursanglar, hayajonli daqiqalar. Bizda 100% haqqoniy va halol bo'ldi. Hozir xudo xolasa notariuslarga boramiz. G'olibimiz Jizzaxdan keldilar yo'l bosib. Shu mototsikllarni hozir nomlarini yozib qo'yganmiz. Tanlaganlarini o'tkazib beramiz. Bilasizlar, bu konkursimda eng главный ishi Moto Andijon, ya'ni Moto Andijon jamoasi amalga oshirishdi.
Xo'p, kimga ishonchli, garantiyali, original bo'lgan motolar, aksessuarlar, har qanaqa motoga oid bo'lgan har qanday qurilmalar kerak bo'lsa, Moto Andijonga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, meni yaxshilarim. Qalaysizlar? Kuninglarni yaxshi o'tkazinglarmi? Meni sizlardan chiqarib qo'ymasligingiz uchun shunaqa kunda kunora uy ichida bo'lsam ham shilimlarimni kiyib, aloqalarga chiqib, borligimni bildirib qo'yay dedimda. Chota shu kunlarda fake akkauntlarim ko'payib ketyapti. Eplab bo'lmayapti, boru u yoqqa kirsam bu yoqda, bu yoqqa bo'lman, даже PGP-ni tushunmayman. PGP'da qanchadir odamlarim ham bor ekanman. Mana shu lider bo'lib yurgan ekanman, bunaqa bo'lib yurgan ekanman. TikTok gapirmasa ham bo'ladi. Instagram'dagina yaqinda yo'q qiluvdi, mayli nechego. Men aytmoqchi bo'lgan narsalar, xudo xolasa, ertaga modda syomkaga chiqmoqchiman. Agar chidolsam, jinnilik bo'ladi-yu, bunaqa sovuqda men allaqachon sezon yopib qo'ygandim. Lekin asli o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Chim bo'lib bir oy uyda qimillamay o'tirib yana ham esim kirgan. Lekin iloji bitta syomkam bor. Shuni olaman. Bir ertaning o'zida где-то 2 soatni o'zida shart-shartda 3-4 ta videolarni olaman. Bo'ldi, shu bilan keyin Andijonga ketaman. Andijonda ishi bor. Hozir nima bo'ldi? Juda tushunmadim. Effekt o'ynab qoldim. Keyin yana bitta gapim bor sizlarga. Bitta post qo'ygandim, sun'iy intellektda tayyorlangan. Ajoyib odamlar, tushunmayman, qanaqadir ongi pasmi, bilmayman, shunaqa odamlar qanaqa men podpiskamda yuribdi. Kurguzuri mamcha kichkina, miya mamcha bo'lgan odamlar. Iltimos, ozgina ko'ringlar, rivojlaninglar. Nima bo'pti? Meni auditoriyamda 7 yoshdan 70 yoshgacha odam bor-ku, hammaga bo'p narsalar qo'yishim kerak-ku va постоянно jiddiy bo'lib chiqurmayman-ku.